O'zbekiston terma jamoasi yetakchisi Cannavaro murabbiyligiga munosabat bildirdi. Cannavaro tayinlovi O'zbekiston uchun sharmandali qaror. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilning yozida AQSh, Kanada va Meksika birgalikda mezbonlik qiladigan futbol bo'yicha navbatdagi jahon chempionatida ishtirok etadi. Ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoaning futbol olamining eng nufuzli turniriga munosib tayyorlayotgan xorijlik mutaxassis qidirmoqda. Assotsiatsiya mutasaddilari bir necha nomdor murabbiylarga murojaat qildi. Oxir-oqibat italiyalik Fabio Cannavaro terma jamoamiz bilan ishlashga rozilik bergani aytilmoqda. Ayni paytda bu masalani turli darajadagi mutasaddilar, mutaxassislar, murabbiylar va futbolchilarning keng muhokama qilmoqda. Xususan milliy terma jamoamiz yetakchilaridan hisoblangan Rustam Ashurmatov ham bu masalada o'z qarashlari bilan o'rtoqlashdi. Bugungi dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi eng katta bonuslar va yuqori koeffitsiyentlarni faqat Linebetda olishingiz mumkin. Ekstra 25 promokodi bilan 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. Linebet havolasini video ostida qoldirdim. Fabio Cannavaro O'zbekiston terma jamoasini boshqarishi haqida yozishyapti, lekin bu hali rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Aslida bundan keyin ham Temur Kapadze bilan ishlashni xohlardik, chunki aynan mana shu murabbiy bilan birga jahon chempionatiga yo'llanma oldik. Endi nima bo'lishini kutamiz. Fabio Cannavaro haqida biror narsa deyishim qiyin. Uning faoliyatini kuzatmaganman. Qayerda va qanday ishlaganini bilmayman, dedi Rustam Ashurmatov, Rossiyaning championat.com sayti muxbiri Vladislav Kruglov bilan suhbatda. Taniqli jurnalist Dmitriy Yegorov Fabio Cannavaroni O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlanishiga munosabat bildirdi. Yegor bu qarorni qattiq tanqid qilib, italiyalik mutaxassisning tajribasi yetarli emasligi va maoshining ortiqcha balandligini ta'kidladi. O'zbekiston Cannavaroni tayinlash bo'yicha sharmandali qaror. O'zbek futbol afsonasi terma jamoani AQShdagi jahon chempionatiga olib chiqqan Temur Kapadzeni chetlatish kim uchun? Haqiqiy murabbiy ham bo'lmagan Cannavaro uchun. Cannavaro Dinamo Zagreb bilan so'nggi 10 yil ichida birinchi marta Xorvatiya chempionati oltin medalini boy berishga muvaffaq bo'lgan. Unga yana 4 million yevro to'lashmoqda. Nima uchun? U kim o'zi? Bu qanday nuqsonlik majmuasi? O'z murabbiyingizga ishni oxirigacha yetkazishga imkon bermaslik qanday mumkin? deya jiddiy tanqid ostiga oldi mashhur jurnalistlardan biri. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Fabio Cannavaro haqiqatan ham O'zbekiston terma jamoasini boshqara olmaydimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa birdan like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.